Ishtaha ochilgan bo'lsa, nomini bilmaydigan shirinligimni birgalikda tayyorlashni o'rganamiz. Smetana yoki qaymoq va xona haroratida erigan margarinni bitta idishga solib olamiz. Alohida kosachalarimizga tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Tuxum sariqlarni tayyor massaga solib, unni elakdan o'tkazib, razrexитель solib, yumshoqqina bo'lguncha xamir qolib, 10 daqiqaga morozilkaga qo'yib qo'yamiz. 3 ta tuxumimizni oqini olib, bitta idishga solib, mikser yordamida 1 stakan shakar bilan aralashtirib, bize holatiga keltirib olamiz. Yong'oqchalarimizni maydalab, tayyor bizega solib, aralashtirib olamiz. Morozilkadan xamirimizni olib, kichkina dumalochalar yasab olamiz. To'g'risi, shirinlik nomini haligacha topganim yo'q. Kimdirlar rakushka yoki gusina lapki deb aytishar ekan. Nomini bilsanglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Shirinliklarni duxovkaga solib, 180 gradusda 30 daqiqada pishirib olamiz. Tayyor shirinliklarni ustidan sug'ushonka surib, saxinga pudra sepib olamiz. Yoqimli ishtaha. Mana birinchi marta ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar.